Tanamizda shunday a'zo borki, u nafaqat eshitadi, balki miyamizga doimiy ravishda signal yuborib turadi. Bu bizning quloqlarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan eshitish analizatori haqida gaplashamiz. Eshitish analizatori bosh miya yarimsharlar po'stlog'ining chakka qismlarida joylashgan. Eshitish analizatorimiz eshitish nervlari orqali bizning quloqlarimiz bilan tutashadi. Quloqlarimiz eshitish analizatorining periferik qismi hisoblanar ekan. Quloqni tuzilishini o'rganamiz. Quloqlarimiz tashqi, o'rta va ichki qismlardan iborat. Ya'ni har bitta qismda tashqi qism, quloq suprasi tashqi eshitish yo'li va nog'ora parda bilan yakunlanadi. O'rta quloqimiz temporal bo'shliqda joylashgan bolg'acha, sandoncha, uzangicha kabi ketma-ket keluvchi suyakchalar va o'rta quloqni burun halqum bilan tutashtiruvchi Yevistaxiy nayidan tuzilgan. Ichki quloqimiz yarim doira kanallar, yumaloq tuynak, eshitish nervlari, chig'anoqlar va aval tuynukdan tuzilgan ekan. Endi esa, hurmatli tinglovchilar, har bitta quloq qismlarini alohida o'rganib chiqamiz. Tashqi quloqlarimiz quloq suprasi va tashqi eshitish yo'lidan tuzilgan. Tashqi quloqimiz eshitish yo'liga ko'ndalang tortilgan nog'ora parda bilan yakunlanadi. Quloq suprasi tovush to'lqinlarini yig'ib, kuchaytirib, tashqi eshitish yo'liga yo'naltiradi. Tashqi eshitish yo'li tovushni o'rta quloq bo'shlig'iga o'tkazadi. O'rta quloqlarimiz aynan yuqorida aytib o'tganimdek, temporal bo'shliqda joylashgan ketma-ket keluvchi suyakchalar, ya'ni bolg'acha, sandoncha va uzangidan tuzilgan. Bolg'acha bir tomoni nog'ora pardaga, bolg'achani dasta qismi sandonchaga, sandonchani yuqorigi qismi bolg'ani dastagiga, sandonchani keyingi qismi uzangini yuqori qismiga, uzangini yuqorigi qismi sandonchaga, keyingi uchi esa quloqni aval teshikchasini yopib turadigan elastik pardaga yopishgan bo'ladi. Demak, bu bizda o'sha o'rta quloqimizdagi ketma-ket keladigan suyaklarning qismlari ekan. Ichki quloqimiz yarim doira kanallar, bo'shliqlar va chig'anoqdan tuzilgan. Aynan murakkab bo'lgan ichki quloqni sizlarga quyidagi rasm orqali tushuntirib beraman. Demak, bizda o'sha ichki quloqimizda aynan eshitish tovush to'lqinlarini qabul qiladigan retseptorlar chig'anoq qismida joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Chig'anoqning ichki tuzilishini imkon qadar aniq, tiniq rasmlar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Ko'rishingiz mumkin, suyak labirint orada parda labirint, suyak va parda labirint orasidagi perilimfa suyuqligi, parda labirint ichida esa endolimfa suyuqliklari ko'rilgan. Ko'rishingiz mumkin, mana endolimfa suyuqligi, eshitish nervlari va hokazo. Davom ettiraman. Mana shu tasvirni o'zini yana ham yiriklashtirib ko'rsatishga harakat qilaman. Bular parda labirint bizda perilimfa suyuqligi ekan, o'rtada esa endolimfa suyuqligi. Agar ekranda yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, endolimfa suyuqligida retseptorlar ko'ringan. Aynan o'sha retseptorlarni yirikroq rasmda ko'rsataman sizga. Ushbu retseptorlarimiz aynan endolimfa suyuqligi ichida joylashgan, tovush to'lqinlarini nerv sistemasiga impuls holatiga aylantirib beradigan retseptorlar hisoblanar ekan. Demak, retseptorlarimiz endolimfa suyuqligi ichida joylashgan ekan. Shuning bilan, hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz yakunlandi. Agar sizga darsimizning ikkinchi qismi, ya'ni vestibulyar apparat haqidagi mavzu qiziq bo'lsa va o'sha darsni ham xuddi shunaqa holatda tushuntirib berishimni xohlasangiz, YouTube kanalimga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.